Ezüttursa bugünkü dördüncümüz Xiva yol Versal to'yxonamda 2 qavatli 160 metr kvadrat hovli joyimiz 90% jihozi bilan sotuvga chiqdi. Lokatsiyani qo'ldan kelgan tushuntirib o'tsak, Xiva yol Urganchdan kelaverishda Versal to'yxonadan qayrilamiz. O'ngga qayrilamiz, Hoji Bobo milliy ta'mirlandan o'tib chap tomonga ayrilsak, o'ngdagi birinchi ko'chada joylashgan ekan. Bu joylarimiz 2 qavatli binolardan tashkil topgan, internet tarmog'i ulangan, gazi, sveti, suvi bor. Dum lokatsiyasi gap bo'lishi mumkin. Xiva yo'limiz ena asosiy sentral yo'ldan xullas 300-400 metr gillaydi ekan. Charaqamiz Ko'pil qassobni charaqasidan qayrilsak ham bo'ladi ekan. Bu tomonsa Xivadan kelaverish, Qo'shko'pirdan kelaverishimiz ena metan zapravkan charaqasini chapga aylanamiz ena. Hoji Bobo milliy ta'mirlanma Versal to'yxonasi. Lokatsiyasini gap bo'lishi mumkin. 90% jihozi qoladi ekan. Obunachilar endi tashqi muhitini kuzatdik. Endi ish muhitlarini kuzatib o'tsak. Reklama xizmatlari beraman deysangizlar 91 423 0606 bilan bog'laning. Instagram, Telegram, YouTube kanali har doimgidek uy bor desangizlar chiqadi obunachilar. Esa ketdik. Yine obunachilarimiz sotiladigan xonadonlarimiz eldine geldik yine. Görüşlerindeki fasadlarımızı 4 ay bir kurulgan Toshkent basonati plus afzalligi benimiz yine burchatga bu zo'r. Joy gap bo'lishi mumkin emas yine. Ne deymiz? Shahar 5 minutlik yo'l. Kanalizatsiyalar bir emas ikkisi tashqariga chiqqan yine chiroylatib. Kameralar ham bor, xullas, azobat zo'tilgan. Ne deymiz yine? İnternet tarmog'i ulangan. Bemalol berib katta jimli mashina sig'adi. Uchochlar tashqariga chiqqan, gaz svet balkona ega tunuka moddan ishlangan ekan xullas ina. Görüşler mümkün fasadlarım urilib, pastlarimiz ina muramodan zo'tilgan. Qaziroqam bor ekan. Xonadonimiz dum fayzi barakali. Umumiy kvadrat 160 metr kvadrat, narxi 60 ming dollar kelishiladi ekan. Qanasa bismillahirrohmanirrohim deb obzor qilsak, giraverishimiz yana bir xo'sh kelsa berdi. Ajoyib bir rakoynamiz bor, kafel bo'lgan, suvlarni metrlargina davlalarimiz zo'r. Bir xo'sh kelamiz, perdelarimiz yana patologlar bilan gipsakordna dekorativnati zo'tilgan ekan. Benimiz yana ajoyib uzun koridor, ikinchi qavatda doğru chiqib ketiladi yana. Profildan istizimdan oyoq telarimiz to'xtab bo'l. Doğru dalamda o'tib ketiladi. Benimiz yana elka bilan dekorativlar zo'tilgan. Chap tarafimizda zalimiz joylashgan. Zal jihozlarni aytib o'tsak, benimiz yana chiroylatib, modern dekorativlar gipsakordon bilan hamda lifcha bilan naqshlar berilgan. Galageller, trezor zonamız ham chiroyli zo'tilgan ekan. Kandillarimiz yana obunachilar. Perdelerimiz, oynalarımızdan rüşotganini kuzatib o'tamiz. Podokonyaklarimiz, Avlon firmani konditsionerimiz, galagellerimiz, NDF bilan ledlar zo'tilgan. Xullas, uncha yashalma. Ikkilamchi variant ham yetmaganini qilsa bo'ladi. Xullas, joyimiz oldi sotdi bo'lganda 2016-yilda oldi sotdi bo'lgan. Bir qo'l xullas kelsa, yurasa shtir. Joy fayzi barakali. Berimiz dalanimiz, yine dalamızda bir de divarlar, çay içmekine, çıraylasınlar, adımız. Bunların stullarımız, belirli kreslarımız bak. Fakat işi alıp getirirdik, han cihazlarımız kaladayken, gelen perdelerimiz, kandillerimiz, trezorlarımız, bana birimiz 2-3 tanesi var ekan. Bir de hatabağımızdan getirilən demir katyon. Bu hududumuzda gazda umman bo'lişi mümkün emas, ekonom garelchalar qo'yilgan. Mo'rlari ikinchi qavatdan chiqib turibdi. Sanuzilimiz güzelsek, sanuzilimiz kafel, otolokodum kafelon. Profilden istizimlari vannamiz yine ixchamgina, benimizlar rakoynamiz, aristonamiz ve de unitazımız bor. Issiqqina joyini, endi fotoshkalarda oshxona qaragan ekan. Endi oshxona jihozlarini aytib o'tsak, cihazında kesek. İşi görtüğün pastavkedek vecde alıp getirdi ekan mikronovka hem de üzerine idiş toğlar alıp getirdi. Kanvecde uголокlarımız, üstleri dizmi, haladnikimiz, gaz plitemiz, kalada kokoyniyimiz yine. Dum çıraylı kokoyniy, fartıklarla kafeller, muhikemiz bile gaz plitemiz var. Vitechkemiz ama bu hatta yine haladniklerimizi görüşlemek. 2 kameralı kettecim Avlon firmanı haladnikleri. Xullas aynası baxtam mana qaran berimizdə yine. İxsamga xullas mıncıqtin joy ekan, halasa gelesle
ishtir xullas obunachilarimiz yine. Lekin bu hududda gazdan svetdan muammo yo'q. Endi nari kanalimiz o'tamiz. Endi birinchi qavatda shunda jihozdan aytib o'tsak, samodyelimizni kuzatdik. Oshxonamizni, benimizni, dalonimizni kuzatdik, hamda zalimiz, garderoblarni ham kuzatdik. Endi ikkinchi qavatimizni kuzatib o'tsak. Hamda simlarni alohida etib montajlash o'tilgan ekan. Endi ikkinchi qavatga chiqsak, ikkinchi qavatda lesi samsini o'zlarimizning qo'l mehnati to'xtamida o'tilgan. Shunda ikkinchi qavatimizda, do'rimizda bir xona, chapda xona, bu tomonda chapda xona joylashgan ekan. Bir spalnimiz ekan. 3-2 kilometr tashalgan, oynasi boq tomonga qaragan ekan. Xullas. Bu xonamiz fonda belgilanisizda koridorlarimiz oboy. Eshiklarimiz MDF eshik, oyatlarimiz laminat pol. Bu xonamiz ham yana foydalanilmoqda. Bom oboy, oynasi tashqari qarang. Fotoğraflarımızdan kandillar, ledlarimiz, galagellar qo'yilgan. Bir-birinden güzel yugurishlarimiz. Gerek bo'lsa, bonus sifatida qo'shib ham beraveradi. Mulk egasi saxiy inson. Endi bu zalimizga kelsak, zalim ustida spalni joylashgan ekan. Spalnimiz bu yerda. Turmosi, shkafi, bu tomonda ikkala spalni, tomishkasi. Ko'rsatib mumkin. Bu yerda konsollarimiz, lustralarimiz, badum modimiz ixchamgina komfortli joy ekandan, benni oynasi ham rushotka bo'lgan. Endi asosiysi nodimiz balkonni kuzatsak, lekin to'chiga gap bo'lishi mumkin emas. Versal to'yxonamdan o'zi 2 minutlik yo'lda ekan bo'ladi, 1 minutlik bu. Benimiz endi kuzatib bilamiz. Rushotka bo'lgan ekan, beklab ko'tdi. Qo'llanganchalar yo'q. Ilk ko'tdilar ekan, men kuzatib bo'lmadi. Xullas, shunda ikkinchi qavatimizda 3 xona, birinchi qavatda 2 xonadan bo'ladi ekan. 3 spalni bor ekan shunda. Ko'rishlar mumkin obunachilarimiz. Bir emas 2 konditsioner, birinchi qavatda, ikkinchi qavatda ham konditsioner bor. Jihozlarni inobatga olinglar. Metr kvadratlarni yana bir esitaman, 160 metr kvadrat. Narxi $60,000. Mo'ljallar lokatsiyasi bu go'zal yerda joylashgan. Xiva yo'l, Versal to'yxonasi. Eng asosiysi Versal to'yxonani hammamiz bilamiz deb o'ylaymiz. Chunki ko'p insonlar Versal to'yxonadan to'y bergan. Mana bir xo'shchalarni yana bir kuzatsak. O'zalligi bir xo'shchamizdan oyoq tilari kafel bo'lgan ekan. Davonlar ham jeng tushgan ekan. Xullas, internet tarmoqlari ham bor, kameralar ham bor ekan. Fasadlardan ham chiroyli ishlatilgan ekan obunachilarimiz. Yine konditsionerlar ham avvalon ekan. Narigi tomon xayr, bu tomonimiz ekan avvalon ekan. Agar videolarimiz yoqqan bo'lsa, like'larni, podpisatsiya bo'lmanglar. Podpisatsiya bo'lasizlar, umiddamiz. Bizda har doimgidek Instagram, Telegram, YouTube kanallarida uy bodasengiz chiqadi. Narxini bir eslatama, $60,000 qaytiladi. Telefonla eslatama 88 510 30 Daynabek'te müracaat etse 88 601 70 70'e Sherzodbek'te müracaat qilasiz. Sağlıkta, onlukta görüşünce xullas 90% cihazı qiladi, 10% olib getiradi. Agar reklama xizmatlari ma'qul bo'lsa 91 423 06 06 bilan bog'lanasiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.